Assalomu alaykum hammaga. Sergeli 1-kvartal 5-bekat metroni oldida Novostroyka uy, bir xonali uy, 40 kvadratli. Mana shkaflar bor o'zini. Tak, kirganda bu koridor o'zining sanuzeli bor. Yangi Yevro remontdan chiqqan. Hali uborka qilmagan, uborkasiga qaramaysizlar. Uborkadan keyin yantiriladi bu. Tak, bu kuxnyasi. Kuxnya полный kuxonniy mebellar qo'yilgan. Tayyor, xolodilnik qo'yish kerak, gaz plita. Bu anu yuragi deydi, shunaqa joyi bu. Santexnika. Отопительный sistema, issiq suv hammasi shundan, o'zi yoqib, o'zi o'chiradigan joy. Xo'p, endi anu katta zalga kiramiz. O'zining balkonlari bilan. Mana bu zal. Zalda mana shkaflar qilingan. O'zining balkoni ham bor. Bu balkoni. Bitlari bilan. Bir xona uy 40 kvadratli remontli tayyor Novostroyka uyda 5-etaj, 7-etajli dom, g'ishtli dom, narxi startoviy 47 ming domimiz. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilinglar.